O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yilda o'tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasiga muvofiq O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filialida yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga sportchilarni tayyorlashning dolzarb muammolar va yechimlari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Konferensiyada mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari bilan bir qatorda qo'shni respublikalar va xorijiy davlatlarning nufuzli universitetlari olimlari, yosh tadqiqotchilari, magistrantlar va talabalari ham onlayn tarzda ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar so'nggi yillarda prezidentimiz rahbarligida jismoniy tarbiya va sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor natijasida sportchilarimiz xalqaro arenalarda yuksak yutuqlarga erishayotganligini ta'kidlab o'tishdi. Shuningdek, sohani yanada rivojlantirishda ilm-fan bilan yaqin hamkorlik muhimligi qayd etilib, konferensiya ishiga muvaffaqiyatlar tilashdi. Shundan so'ng konferensiya o'z ishini davom ettirdi. Unda Abay nomidagi Qozoq milliy pedagogika universiteti, Yassaviy nomidagi Qozoq-Turk xalqaro universiteti, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali hamda boshqa oliy ta'lim muassasalari vakillari dolzarb mavzular bo'yicha o'z ma'ruzalarini taqdim etishdi. Olimlar va mutaxassislar fikr va takliflarni ham bildirib o'tishdi. Bugungi kunda respublikamizda shu jismoniy tarbiya sport sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda va aynan bu qaratilayotgan e'tiborlar natijasida buning o'zining samarasini bermoqda. Biz respublika sportchilarining jahon miqyosidagi yuqori natijalarni ko'rsatishida albatta bu ilmiy amaliy konferensiyalarning, ilmiy tadqiqot ishlarining roli juda muhim hisoblanadi. Albatta bilamiz, bugungi kunda sport juda o'zining rivojlanish juda yuqori mavqega ketgan. Haqiqatda bugungi kunda sport sohasida sun'iy intellektlarning qo'shilishi, demak sun'iy intellekt orqali sportchilarni tayyorgarlik jarayonlarining takomillashtirish, ularni rivojlantirish qaratilayotgan tadqiqotlarning olib borilayotganligi bu butun jihoda o'zbekistonlik ilmiy tadqiqot ishlarini ham o'z e'tiborini qaratmoqda. Biz o'ylaymiz, bugungi konferensiyamizda shu yuqorida aytib o'tgan masalalar yuzasidan muhokamalar qilinadi, albatta yaxshi takliflar beriladi deb hisoblaymiz. Konferensiya yakunida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan taklif va mulohazalar asosida sport o'yinlari turlarini ommaviy rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab olindi.